Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Sizlarga hozir 2019-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 3'imiz bor sotuvda, egadan, dehqondan, narxi arzon narxda. $5000 bo'lsa sotamiz deyaptilar akamiz. Akamizning o'zlari bilan bog'lanib telefonlashib olaverasizlar. Mashinamiz 92 ming yurgan. Balonlari ham o'rta holatda. Salonlarning ishlari cho'tki idealniy holatda turibdi. Malibu rul, deflektorlar o'rnatilgan. Gazi metan gaz. Kraskasi endi mayda chuyda bor deyaptilar. O'zingizlar yana bir qator tekshirib ko'rib olaverasizlar. Gazi metan. Motor hadovoylari yaxshi. Hozir o'zini egasini nomerini qoldiramiz. Egasi bilan savdolashaverasizlar, xudo xohlasa. Mashina zakonni.